Xo'p, buni ko'pchilik dolzarb mavzu deb qabul qilmaydi, lekin men uchun bu juda dolzarb mavzu. Nimaiki men o'zimni farzandlarimni, o'zbek millatini, yoshlarni, ya'ni bizning yoshlarimizni kelajakni o'ylayman, orqamdagi yoshlarni. Va ba'zi qizlar zaiflikni targ'ib qilyapti, ya'ni zaif koreyslarga o'xshaydigan, ya'ni erkaklarga havas qilyapti. Va bir ikkita chiroyli sal mo'sh chiroylidir, bilmadim, bir ikkita erkaklarni didiga yo'qgan normalniy mujiklar ularni prinsipiga qarab harakat qilishyapti, ya'ni zaif erkak bo'lishyapti. Ularga tizzalar yoqadi, ya'ni tizzaning ma'nosini bilasizlar. Shunaqa orqasidan yuradigan yigitlar yoqadi va normalniy o'zini biladigan ayol, qiz biladiki, yonidagi odam dugonasidek emas, erkakdek turishini. Misol, qaysi qiz xohlaydi yigiti dugonadek, eri dugonasidek bo'lib zaif, qiltiriqcha bo'lishini. Va ular koreyslar shunaqa narsani xohlayapti, qizlar erkakni ustidan hukmron bo'lishini xohlayapti. Shu koreyslarga havaslangan qizlar shu narsani xohlayapti. Men ko'p bolalardan so'radim, surishtirdim, baribir yaxshi tushuna olmadim. Agar iltimos, men nomerim bor, hamma yerda ochiq va meni izohlarda ham yozishingiz mumkin. Pikmi qizlar qanaqa? Menga tushuntirishni men yaxshi tushuna olmadim. Shuning uchun siz pikmilar haqida bilsangiz menga qo'ng'iroq qiling, yoki kommentariyamga bemalol yozing. Pikmi qizlar qanaqa bo'ladi o'zi? Men tushuna olmadim va men tushunishim bo'yicha o'zidan bir narsani yashirsa oladigan o'zicha bir nima qizlarni pikmi deb atashargan va bunaqalarni bilmadim nima deyish mumkin, nima qilish mumkin. Va men erkak sifatida ayta olaman, bunaqa qizlar misol menga umuman yoqmaydi. Mana shu pikmilar agar menga ta'riflagandek bo'lsa, menga umuman yoqmaydi. Menga qanday qiz yoqadi misol, men qanday ayolga inshaalloh ertaga uylanaman? Ibo hayosini biladigan, o'zini biladigan, o'qishni qilib, o'zini yo'lda yurib, hech kimga shans deydi-ku, imkon bermaydigan ana shunaqa qiz bo'lsa, nimaga? U ham ibo hayoni biladi, ya'ni sharm, hayo degan narsalar bu. Ham ilmi yaxshi. Mana ertaga farzandlarimga tarbiya ham, ilm ham bera oladi u. Va o'zi ham ibo hayoli bo'lgandan keyin undan menga xiyonat kelmaydi. Bilaman bu narsani. Va men bunaqa jikkilab yuradigan qizlar, men ularni yaqinam qo'ymayman. Ular menga tegib ko'rish uchun xohlagan narsaga loyiq, xohlagan narsani xohlaydi. Men bilan prosta men bilan suhbatlashishni xohlaydi ular. Bularni bilamiz. Men bo'lgan voqeani aytib beraman. O'z hayotimdan bitta joyda vatan haqida ko'p joylarda chiqib gapirganmiz. Bitta joyda vatanga muhabbat haqida gapirgan edik va o'sha o'zi bizda kommentariyamizga yozayotgan qizlar, chala mafiyalar, o'zicha mafiyalar bizga havas qilishgan, bizni orqamizdan qasak chalishgan. Bu qara ruhlantirib ketira oladigan gapirar ekan-da, nutqi chiroyli ekan-a, zo'r gapirar ekan-a, krasavchik ekan-a deb. Allohga shukr, qo'limiz hamma yerga yetadi. Allohga shukr, hamma yerdan bizga gap keladi. Allohga shukr, quloqimiz hamma narsani eshitadi va bularni bu gaplarni ham eshitganmiz. Ochiqlamaymiz. Biz ko'p narsani eshitganmiz, lekin gapirmaymiz. Ularga mumkin, ular qancha ko'p menga yozishsa, negativni menga shuncha ko'p axlat ko'tariladi, lekin ularni yozishga muhtoj emasmiz. Alhamdulillah, hozir kanalimizning 1 oylik axvati Instagramda 1-2 million. Alhamdulillah. Biz oldindamiz. Va ular shunaqa narsa ko'rganki, meni ko'rganda shunaqa haqiqiy mujikni ko'rganki, biladi menga erisha olmasligini, men unga umuman qaramasligimni biladi ular. 100% biladi men unga umuman qaramasligimni. Va shu uchun yigiti mendek bo'la olmasligini ham biladi. Men har tomonlama yigitidan kuchliman. Bu kuchli faqat kuch tomonlama emas. Aql, fan-farosat, ong, ilmiy miya, ya'ni miya ishlashi, haqiqiy erkakcha g'urur, erkakcha shijoat ularning yigitida yo'q. Bu narsa menda bor va men o'zimni mujikskiy xarakterim bilan o'zini ayolligini biladigan ayolni hurmat qilaman, sevaman va ular bilishadi menga erisha olmaydi. Shuning uchun meni orqamdan gap chalashadi va men bunga ishim yo'q, lekin ular meni shaxsiy hayotimga ham kirishga harakat qilishyapti, maydalashi va menga bu narsa yoqmayapti. Nimaiki yoqmaydi. Men ular bilan pachaklashib o'tirishga vaqtim ham yo'q, ular bilan boshqa qiladigan ishim yo'q. Men ular bilan pachaklashib o'tiraman. Meni yaqindan biladigan odamlar bilishadi, men hech qachon ayol bilan gaplashmayman. Qo'yib bersa hech qachon ayol bilan prosta suhbatlashmayman ham. Nimaiki ayol bilan bo'lmaydi. U bilan bahslashish bu вообще umuman u bilan bahslashmayman ayol bilan. Men o'zim qanday ayol bo'lishni xohlayman desa, yonimdagi ayol
ayollik burchlarini bilsam, men inshaalloh alhamdulillah erkaklik burchlarini bilaman va bunga amal qilaman. Yonimdagi ayollik burchlarini bilsa bo'ldi. Undan talab qiladigan narsalarimni o'zim keltira olaman. O'zim shu talablarga javob bera olaman va u beradigan mujikskiy narsalarni, erkakskiy narsalarni talab qilsa javob bera olaman. Men koreyslarni xarakterini talab qilsa, men u bilan joyda goodbye qilaman. Va bolalar salgina chiroyli qiz bo'lsa, unga yetishish uchun даже ularni rus tilida лучший подругасini, ya'ni yaqin o'rtoqlarini, ya'ni o'g'il bola o'rtoqlarini ham qabul qilishyapti. Mani oldimda agar bu meni просто do'stim desa, uni o'sha men yaxshi ko'radigan, ya'ni men hayotimda bo'ladigan ayolning akasi, ukasi va dadasi, boshqa hech qanaqa toifa erkak bo'lmaydi. Bo'ldimi, xayrlashaman va mana hayotimda ham men shu narsani keltirib bera olaman. Men ham shu narsaga javob bera olaman. Meni ham hayotimda men biron qizga talab qo'yayotganda birinchi qarayman o'zimga shu talabga javob bera olamanmi, keyin bosaman. Men shu talabga javob bera olaman. Men hech qaysi qizga qaramasdan, gapirmasdan ham yura olaman va men yonimdagi ayoldan shu narsani talab qilaman. Men xatoni kechiraman, lekin hech qachon xiyonatni kechirmayman. Do'st sifatida ham, ya'ni ayol sifatida qiz bolaga ham xiyonatni kechirmayman hech qachon. Hech qachon men xiyonatni kechirmayman. Do'st sifatida ham, boshqa masala sifatida ham, boshqa munosabat sifatida ham. Va men o'ylar edim, qizlarga haqiqiy erkaklar yoqadi deb, yo'q, ularga o'zi latta, tizzalar yoqar ekan va bolalar lattalashib ketmanglar. Erkak bo'laylik. Biz bunaqa pikmilarni, ya'ni pikmi qizlarni, ya'ni koreyslarni maqtaydigan qizlarni yo'qotishga harakat qilishimiz kerak. Ularga bu narsa qanchalik yomonligini tushuntirishimiz kerak. Tushunmayaptimi? Ulardan shunchaki yuz o'girish kerak. Ularga qaramaslik kerak. Nimaga bu narsa oddiy ko'rinadi? Nimaga sizlar uzoqni ko'rmaysizlar? Misol, uzoqni ko'ra bilish kerak. 2-3 qadamni men shaxmat sifatida ayta olaman, 2-3 qadamni oldinni o'ylayman. 2-3 yildan keyin nima bo'ladi? 3-4 yildan keyin nima bo'ladi? 30-40 yildan keyin nima bo'ladi? Men shularni qayg'uraman. Orqamizdagi farzandlar ham hariflashib, ya'ni o'sha koreyslarga o'xshagan yengil tabiat bo'lib qoladi. Bu juda achinarli narsa bu. Shu narsani o'ylayman va sizlardan ham iltimos qilib so'radim. Erkak bo'linglar. Bir ikkita qizni deb o'zi sizlar harakat qilayotgan qiz normalniy qiz, ibo hayosini biladigan, o'z oldin aytganimdek, ibo hayosini biladigan, o'zini biladigan qiz bo'lsa, sizlardan zaiflikni emas, erkaklikni talab qiladi, erkak bo'lsin deb. Men yonimdagi ayolni zaifaligini his qilib tursam, ya'ni u degani menga xo'p emas, zaifaligini his qilib tursam, men unga hech qachon zulm qilmayman. Agar zaifa bo'lmaganini his qilsam ham, ya'ni o'zicha meni oldimdan chala erkakni yasab bo'lsa ham, chala mafiyachani yasab bo'lsa ham, men unga hech narsa qilmayman, unga zulm qilmayman. Goodbye, xayrlashaman. Kerak emas menga bosh og'riq. Men ayoldan bahslashmayman. Men erkaklik g'ururimga, erkaklik prinsiplarimga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Va ayoldan bahslashib o'tirish bo'lmaydigan narsa. Va ba'zi qizlarga shu o'rinda maslahat berib o'tamiz. Bunaqa xarakterlar normalniy mujikka yoqmaydi. Normal o'zini bilgan, sizlarga normalniy e'tibor beradigan mujikka yoqmaydi. Va men nimaga biron ayoldan biron narsa bo'lsam, men kelajakda ayolim bo'lsa, u menga baqir-chaqir qilib biron narsa bo'lsa, biron narsa bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi desa, men unga xo'p deyman. Xo'p, nima desangiz shu, xo'p, tamom. Siz praf deb qo'yaman. Nimaga? Bu meni yutqazishim emas. Buni ba'zi o'ngi paslar ham yutqazish deb biladi bu narsani, hariflik deb biladi. Hariflik aslida bir qizni orqasidan tizza bo'lib yurish, uni pikmiligini ko'tarish, u boshqa yigitlar bilan prosta do'stligini ko'tarish, koreyslarni yo'qtirishini, ya'ni zaif erkaklarni, yengil tabiat, ayol sifat erkaklarni yo'qtirishni qabul qilish, bu aslida hariflik, chumolilik ana shu yerda. Lekin mana bu prinsipim, mana bu nima deydi, pozitsiyam bu haqiqiy erkaklik. Haqiqiy erkaklik bu narsa. Nimaga deb aytadigan bo'lsak, chunki men ayoldan bahslashib o'tiradigan darajada zaif emas, men testosteronim ko'tarmaydi bu narsa. Men ayolga xo'p deyman, siz praf deyman. Meni kelajakda ayolim bo'lsa, siz praf deyman. Va u kim bilan borib urushadi? Kimga borib nozlanadi, kim bilan borib bahslashadi, kim bilan borib injiqlik qiladi, kimga borib nozlanadi? Erkakka borib nozlanadi. Va men bu narsani to'g'ri qabul qilaman, ko'taraman. Hazillashgisi kelsa hazillashamiz, kulgisi kelsa kulishamiz, urush qilgisi kelsa urushamiz, yolg'ondan urush qilgisi kelsa yolg'ondan hazillashib ham urushamiz. Любой narsaga solaman o'zimni u uchun. Nimaga? Men xiyonatni ko'tarmayman. U boshqa kishiga bu men qila olaman shu narsani.
gapirib, hazillashish boshqa ayol bilan u yoqda tuzum unga qaramasdan ham yura olaman va men yonimdagi ayoldan ham o'sha narsani talab qilaman. Men talab qilib 100% aytmayman, men o'zim shu narsa qilyapmanmi, demak undan ham shu narsa bo'ladi. Jaloliddin Rumiyning bir ajoyib so'zlarini o'qib qolgandim. Siz birovni ishqida yonib, uni qadrlab, uni qanchalik ko'rishni xohlayapsiz, uni qanchalik sevyapsizmi, u aslida undan kelayotgan sog'inch. Ya'ni sevgan odamdan birinchi sevilgan odamdan muhabbat keladi. Buni nima qilish uchun bitta videoni to'xtatasiz, bitta plyus sizga urasiz. Ya'ni siz sevdingizmi? Muhabbat birinchi unda paydo bo'lgan deb Jaloliddin Rumiy aytadi. Bu qanchalik to'g'ri va noto'g'ri bilmadim va dinimizda ham bu narsa aytib qo'yilganki, sen qanday bo'lsang, senga shundaysi loyiq, senga shundaylisi keladi deb. Va men yonimdagi ayol erkakdek tursa, men uni yanchib tashlayman. Yanchib tashlash qanday ruhiy tomonlama? Men uni uraman deb aytmayman. O'zi ayolga qo'l ko'targan kuni, erkakning ayolga qo'l ko'targan kuni o'lgan kuni bu. O'lgan kuni. Tamom, все, bu boshqa hech qanaqa masala yo'q bu yerda. Va men nimaga bu narsalarni gapiryapman? Ayollarni mana bu xarakterni yo'qotishga harakat qilamiz. Nimaga? Bizning orqamizda farzandlarimiz bo'ladi inshaalloh. Bizning orqamizdan odamlar bo'ladi. O'zbekiston fuqarolari, yosh farzandlar O'zbekiston kelajaklari bo'ladi. Biz ularni buzilib ketmasligini xohlaymiz. Biz faqat shuni xohlaymiz. Sizlarni qo'yganmiz bunday olib qaraganda. Men yonimdagi ayol bo'lishini xohlayman. Menga yonimdagi erkak kerak emas, menga ayolligini bilsa, men erkaklik prinsiplarini juda yaxshi bilaman, alhamdulillah. Va u meni oldimda erkakdek tursa, fakt men uni u bilan xayrlashaman joyda-joy. Men yonimga erkak emas, ayol kerak, ayol. Va har birimizning burchimiz deb bilaman men bu narsani. Har birimizning burchimiz bunaqa xarakterli qizlarning orqasidan yurmanglar. Bu ularga motivatsiya beradi. Bu o'zidan ketaveradi va o'zini biladigan ibo hayosi bor. Men shunaqa qizni ko'rganman, misol ayta olaman, bor bunaqa qizlar. Bor o'zini biladigan, yaqinlashtirmaydigan, o'zini bor kelajakini o'ylaydigan, o'zini nomini o'ylaydigan, sha'nini o'ylaydigan qizlar bor va bunaqa pikmichalar, koreyslar, voy, ko'nglim bular meni orqamdan gapirishadi, meni kommentariyamda chiqib gapirishyapti. Men u kun shularni yozishganini ko'rib qoldim-da. Yigiti bilan yozishganini. Erkak so'zim ko'nglim aynib ketdi. Yo, pikmi deb shunaqalarni aytish kerak-da. Men keyin o'yladim, da pikmi shular. Bu odamga o'xshab gapirmagan, ular ChatGPT ulardan ko'ra odamga o'xshab gapiradi-da, ChatGPT'si. Gapirdim, hayır, o'yladim, to'g'ri ekan dedim. Bular menga yetisha olmasligini bila turib, shunaqa harflar bilan yurib, harflarni o'ziga tizza qilib, qul qilib olishga harakat qilar ekan. Men bildim bu narsani. Va u meni hayotimga ular kirishga harakat qilishyapti-da, boshqa tomonlama meni oldimdagi odamlarga, ayollarga kirishga harakat qilib, ular biladi, meni yonimdagi odamlar, ayollar bilishadi men qandayligimni, ularga ishonishmaydi, bu bilaman bu narsani. Lekin kirishayotgani yoqmaydi. Biz ko'p narsani bilamiz, qo'limiz ko'p yerga yetadi, orqalardan ko'p gaplarni chiqarib ayolning ishini qilishimiz mumkin, qilmaymiz, lekin qilsak qila olamiz, lekin ko'p narsani bilamiz hayotlarga bog'liq. Va men o'zimning hayotimdan ham gapirib ketdim cho'da, bu noto'g'ri. Va iltimos, yoninglardagi ayol emasmi? Kechinglar undan. Keyin biz shunaqa qilib, bu narsa sizlarga oddiy tuyulishi mumkin, aslida bu fojia. Bizning fojiaga qarab ketyapmiz. Bu narsani yo'qotishimiz kerak. Ayolligini, erkakligini bilishi kerak. Bunaqalarni yig'ishtirishimiz kerak. Pikmilarni, koreyslarni yo'qtiradiganlarni iltimos qilib so'rayman. Bir necha kunlik munosabatlar, bir necha oylik, bir necha haftalik munosabatlar, maksimum bir necha yillik munosabatlar uchun erkaklik g'ururlardan kechib tizza bo'lmanglar. Qachon bir qizning orqasidan yurish mumkin? U qiz dastoyni bo'lsa, ibo hayosi bor, ilmi bor, o'zini biladigan qiz bo'lsa, o'sha qizning orqasidan yursang, men senga respekt deyman. Bu yarashadi, lekin bunaqa yarmi erkak, yarmi ayolga o'xshagan qizlar bilan men bilmadim. Bularning orqasidan yurish, bular bilan men yuzma-yuz gaplashganim, bular bilan or qilaman. Bu o'zimga ep ko'rmayman. Meni g'ururimga to'g'ri kelmaydi bunaqa qizlar bilan gaplashish. Prosta tak gaplashishim. Men ayolligini biladigan qizlar bilan prosta tak suhbat qilsam, ayolligini biladigan qiz bilan suhbat qilaman. Va bunaqalar juda sanoqli. Men bitta ikkita ko'rgan bo'lishim mumkin. Juda sanoqli. Shuning uchun men bitta narsani aytaman. Yo'qotinglar. Bunaqalarga qarshi chiqmasak, blok qilmasak, yo'qotib tashlamasak, nazarimizga ilmasak, bular haddidan oshadi. Va o'zimiz ham erkak bo'laylik, ayollar ham ayol bo'lsa.
Erkak erkakligini va inshaalloh ayol ayolligini bilsa, hammasi juda go'zal tarzda ketadi. Ishoninglar, hammasi juda go'zal tarzda ketadi. Erkak ayol, ayol erkak bo'lmasligi kerak. Yaxshilab gapimni o'qing. Erkak ayollashib, ayol erkaklashib ketayotgan zamonda siz erkak bo'lib turing. Ayol ayol bo'lib ayolligini bilsa, hammasi juda go'zal bo'ladi inshaalloh.